Ortda qolib yonib ketgan avtomobillar haqida ko'p eshitamiz. Gibrid va elektromobillar haqida gap ketganda esa asosiy xavotirlardan biri batareya bilan bog'liq. Kuchli issiqlik yoki tashqi olov ta'sirida u qanchalik xavfsiz? Jizzaxdagi ADM zavodida bu oddiy, lekin keskin usulda tekshirib ko'rildi. Chery gibridining batareyasi 112 soniya davomida salkam 900 gradusli olov ta'sirida qoldirildi. Natija esa kutilganidan qiziqroq. Kuchli harorat ta'siriga qaramay batareyaning o'zi yonib ketmadi. Chery avtomobillarida BMS batareya haroratini doimiy kuzatib turadi. Qizish kuchaysa sovutish tizimi ishga tushadi. Xavfli vaziyatda esa yuqori kuchlanish avtomatik uziladi. Gibridlar haqidagi miflar buning o'zi bilan tugamaydi. Masalan, salonda elektromagnit nurlanish yuqori bo'ladi degan gap bor. Chery avtomobilida buni maxsus qurilma bilan o'lchab ko'rishdi. Natija xavfsiz me'yordan oshmadi. Yana bir mif, katta va og'ir batareya mashinani sust qiladi. Chery gibridini 0 dan 100 km/soatgacha tezlatib, buni ham amalda sinab ko'rishdi. Natijada og'ir batareya avtomobilining tez va chaqqon harakatlanishiga xalaqit bermasligini ko'rish mumkin bo'ldi. Bu videoni elektromobil olishga ikkilanib yurgan tanishingizga yuborib qo'ying.